buni ustakalar yaxshi tushunadi. Muammo bo'lgan narsa. Yangi galofga qo'yiladi. Shunda gidrokondensator qo'yganda zazor to'g'ri kelmaydi. Sababi mana o'zini tangalari, uni tashqari tangamiz ham bor. Zapasnoy mana bu 30 mana sosis bemalol kirib chiqadi. Mana bu ham bemalol 30 ga xotirjam. Bu 30 ancha keng hisoblanadi. Bu holatda qo'yib yuboradigan bo'lsam, mashina vashi ovozi katta, saqir-saqir ovoz chiqib bema'ni ishlaydi. Undan tashqari bu tomoni yaxshi, asosiy muammo chiqishda bo'ladi. Chiqish tomonga mana bu tanga 27. 27 ni qo'yilgan holatda ham bemalol 30 kirib chiqyapti. O'sha holatda sizlarga savol, nima qilinadi? Kimda qanaqa variant bor? Bizda masalan tangalarimiz ko'p, tangalarimizni olib qo'yiladi, lekin sotuvda kimdir 27 dan baland tanga bo'lsa, pastga yozib qoldiringlar, olamiz. Imkon boricha mabodo magazinchi tanishlaringiz bo'lsa, magazinchi tanishlarga jo'natib qo'yinglar. Bizga shunaqa zazori katta tangalar kerak. Bu muammo ko'pchilik ustalarda qiynasa kerak. Shu muammoni yechganlar bo'lsa, mabodo aytinglar yoki saroshga pritlikka qilib tashlagan yaxshimi, shunaqa sistemada ishlaysizlarmi? Kim shuni muammosini yechgan, kim shuni to'shni biladi. To'g'risi, yangi galovkani saroshga qilib yuborgani to'g'ri kelmaydi. Endi qilsa ham zazor bo'ladi, lekin gnezdoda ancha yeb qo'yadi. Shunga iloji boricha sizlarga iltimos, mabodo kimda shunaqa muammo bo'lgan bo'lsa, kimda muammo yechilgan bo'lsa, kimdir tanga sotishi mumkin. Shunaqa narsalarni kommentga yozib qoldirsanglar, menga emas, ko'pchilikka manfaatli bo'ladi. Ko'pchilik buning orqasidan aziyat chekadi. Yaqinda ham kecha ilgari kun ham bittasi keldi, xuddi shu galovkani qo'ygandan keyin shaqillab qo'ygan, aybi aniq, gidrokondensator zazori katta bo'lib qolgan. Shuning uchun hammaga manfaatli bo'ladi. Kommentariyaga fikrlarni yozdirib, kimdir magazinchi nomeri yoki aloqalaring bo'lsa, nomerlarni qolsanglar, o'zimiz aloqaga chiqishimiz mumkin.